Assalomu alaykum, hurmatli Siddiq Uz kanali hurmatli obunachilari, qadrdonlar. Bugungi videomiz, ya'ni skuterlar haqida bo'ladi. Nari tomonda veliklar ham turibdi. Narxlar arzon, birinchi qo'llarda. Xudo xolasa, arzon sotayotganlarni ham sizlarga bir qator tushuntirib beramiz. Qimmat sotayotganlarni ham bir qator sizlarga hammasini tushuntirib beramiz, qadrdonlar. Xudo xolasa, videoni oxirigacha ko'rasizlar. Bizni qo'llab-quvvatlab, like bosib qo'yinglar. Bosgan layklaringga bizga pul to'lamaydi, qadrdonlar. Xudo xolasa, videolarni boshlaring, bo'lmasa eng arzoni $200 dan $1000 skuterlar bor. Skuterlar $1000 Buni tashqari kvadrotsikl, bunaqangi uyga minadigan, otaxonaxonlarga minadiganlari ham bor. Tashqarida tritsikllar bor, bunaqangi bagajlari. Mana bu tomonda veliklar bor. Hammasini narxini sizlarga bir qator tushuntiramiz, qadrdonlar. Bo'lmasa biz boshladik. Abdusamad, salomatmisiz? Assalomu alaykum. Ha, kelyapsiz, ishlaymiz. Yaxshi turibdi. Nimaga bo'lmasa bir boshdan bitta arzonidan boshlaylik, keyin sekin qimmatlaridan boshlab ketaveramiz. Hamma ham bop, xalq bopidan. O'zimizda hali jaydarilar bor, misol uchun 2,5 million oylik oladiganlarda shunaqa bormi? Bitta oylikga chiqadigan bitta skuter, cho'ntak skuterimiz, ya'ni bu cho'ntak skuterimiz narxi $200 tashkil qiladi. $200. $200. Tezligi necha? 25. 25. Ha. Juda ham yaxshi. Necha kilogacha ko'taradi? 80-100 kilo. 80-100 kilo ko'taraveradi. Undan ko'pini ko'taraveradi. 25 gacha tezligi chiqadi. Bizda garantiya o'sha 80-100 kilogacha ko'taraveradi. Bu endi radarga tushmaydigan. Radarga tushmaydi. Mas'uliyati bor. Zo'rlasam $200 deyapsiz, hech bir arziydigan nimalari bor buni? cho'ntagi bor ekan, mana bu yerda pachkalar solib berishadi, 10 pachkagacha o'radi cho'ntagigacha. Cho'ntagi bor. Bunga zaryad bergan postavkalari bor. Nechta kartadan yuradi mana. Mana. O'chib yonadi. Pultdan yuradi, kalitdan yuradi, orqa diskadan qulflanadi. Uchta skorosti bor, kaskasi bor, jileti bor, bonusi bor, kaskasi bor. Zaryadchiga ham bor. Ha, bokovoy ham bor. Zo'r, $200. $200. Buni 20 amperasini xohlasa qilishsak $220, 25 amperasi bor, $240. Zo'r. Endi xuddi shuni orqasi chamadonligicha, mana bunaqa chamadonligi. $20 qo'shilib qoladi chamadoniga. $20 qo'shilib qoladi. Masalan, $220, $240, $260. Zo'r. Endi bu tomonda bularchi, kichkintoylar. Nexialarimiz bor. Bularda ham motori 240, 250 watt, 25 tezlik, prava kerak. Bas $350. $350. Ha. Oho, $350. Ya mana bitta Tigo ham beradi, Jiguli ham beradi. Maza qilib Tigo bilan Jigulining minib yurgan yaxshi emasmi? Nima deysiz o'zingiz? Bo'ladi, mensanchi. Orqasini ko'tarib oldim tushirib. Orqani ko'tarishmi? Yo'q, demoqchiman, qadrdonlar, men hech qanaqa kulganim yo'q, boshqa qilganim yo'q, lekin kommentariyada yozishyapti. San chiqarayotgan narxga Jiguli ham Tigo ham beryapti, deyishyapti. Bunga nima deysiz siz? Bunga deydigan savolim, aka, masalan, Tigoda xo'p, Tigo olishdi, $300 Tigo olishdi, aka. 3 kundan keyin $500 sarf qilishadi-da shu. Motor rasxoti bo'lishi mumkin. Kanam biladi. Yog'i uyda aka, balon almashtirilgan bo'ladi aka. Bu narsa yo'lda qolib ketsa, o'zi yo'lda qolib ketgan narsa bo'ladi. Bu narsa bitta buzilsa, nimasi buziladi? Motori bilan klatib bor, xolos bunda. Hech narsasi yo'q o'sha narsa. Endi bu narsani kelsa, masalan, 5000 so'mga Damas'dan bu yerda chiqib 1 kilometrga 5000 so'm pul to'lasangiz, bunga 5000 so'mga 50 kilometr yurasiz. Zo'r. Endi demoqchimizki, qadrdonlar, kimga Tigo, kimga Jiguli, kimga mana skuter. Bunda shu skuter bilan aka, Yandex topishyaptimi? Yandexda kech paytda o'zida uzun marketda o'zi 300 ming, 200 ming topishyapti. Gentrasi bor akalar ham menimcha kuniga topishyapti shekilli aka. Zo'r. Menda yaxshilas bu narsa. Zo'r. Qadrdonlar o'zlari ishlamasa, o'sha Yandex ishlayotganlar boy odamda aytishdi. Juda ham yaxshi. Endi kimga Tigo, kimga skuter? Bu endi hozir shaharlardan ko'proq probkalar bo'lyapti. Nonga chiqib kel, magazinga chiqib kel, shunga o'xshagan narsalarga bo'laveradi. Juda ham yaxshi. Endi bu tomonda sport bike. Bu replikami bu? Replika. Bitta gazavat qilingchi. Qizimaganmi bu? Malibuga dam beradi aka, ne pricham? Nechiga chiqadi tezligi? 170. 170? Ha, Malibu 260. Men o'zim Malibuda 240 ga chiqqanman. Aka, bosib ko'ramiz. Bosib ko'ramiz. Sirin suvga javob. Probkalarda o'tib ketishingiz mumkin, to'g'ri, lekin. Bu 400 kub deyapsizmi buni? 400 kub aka. Necha portion? 2 silindrli aka. 2 silindr degani 2 portion degani. Juda ham yaxshi. 100 kilometrga qancha benzin masraf 100 kilometrga masalan Malibuda 8 sekundda chiqasiz. Ha. Bunda 4 sekundda chiqasiz aka. 100 ga. Ha, bu bo'yicha. Endi bu yengil, vazni ham bor. Temoni 400 kub. Juda ham yaxshi. Endi bu haqiqatda Danniga bo'lsa Malibu olib qo'yadi. Bu endi faqat o'sha razgomga o'tib ketishga bo'ladigan bo'lsa olib qo'yadi. Endi bu bilan buni solishtirish umuman o'zi anaqa emas. To'g'ri aka. Pulini gapiring, pulini eshitilib boshqada aka. Puli.
Bular $3000 aytsa. 3000? Ha. Konkretni bo'ladigan gapni gapiring. Uka 2000 dollardan ham sotishyapti. $2000dan buni sotishsa menga 2000 ga beraveraman shu narsani. U 2000 dollarlik qanaqa bo'lmasa? $2000 aka 200 kuba bo'lishi kerak atrofida aytsa. 200 kuba. Bu 400 kuba. Bu mana ikkita silindrli, mana o'zini sovutishida mana. Buni ko'ringmi? Mana engashsa ikkita silindr aka. Dugalari bor aka. Honda replika, original. Klubdan zavod bo'ladi mana. 6 ta skorost aka mana. 6 ta skor. 6 skorost aka. Bilas bo'lishi nechi pul? Bo'lishi. 2700 qilib beramiz. 2700 dollarga Siddig'uzdan chiqdim desa berasiz. Qilib beramiz. O'sha 2000 dollarligidan ham olib kelib ham beraverasiz. Ha, problemasi yo'q aka. Xuddi shu ko'rinishda bo'lar ekan, faqat kubasida farq bo'ladi. Ko'rinishi biroq Londonga mondan minib berishdi yaxshi. Qadar ederdim bir yo'l. Bu nechi kub bu? 150 kubalikda. 150 kuba? Ha. 150 kuba. Bu ham benzinli. Bizim mana. Necha litr rasot qiladi yuziga? 3 ta. 3 litr benzin rasot qiladi. Necha pul qilib berasiz? O yumshoqligini 1150. 1150. Ya bo'ladigan gap. Foyda qilmayapti. Ya bo'ladigan gap. Bundan kam yo'q. 1000 dollarga berasizmi? 1000 dollarga o'sib beraman aka. Nima farqi bor bu bilan? Og'a dumi yo'q aka, suvga. Ha, chamadoni yo'q Ha, orqasida. savodoni yo'q. Chamadon bo'lsa nechi bo'ladi? 1150. 1150. Old bagaj qistonmiz deb pultdan yuradi, pultdan o'chadi, ular pul bakalaydi. Full paket. Balonlar nechlik buni? 13lik. 13lik. Damas balonmi bu? Damastikdan ingichkaroq. Endi aytib qo'ydim. Endi bu tomonda mana bular qanaqa? Redline $650, $700, $750. 650, 700, 750. Nima u farq qilyapti pulda? Farqi 12 amperlisi $650, 20 to'xtang. 20 amperlisi $650, 25 amperlisi $700, 32 amperlisi $750. Bu amperlarni hamma sotuvchilar gapiradimi? Yo'q, Aytib yo'q, sotadimi? u narsadan kamdan o'zim tomosha qilaman, hamkasblarimni, lekin bundan kam odam gapiradi. Chunki o'zi biladi nima bo'lishini. To'g'risini aytish kerak-da. To'g'risini Odamlarni aldash yaxshi emas. To'g'risini aytganingiz yaxshi bo'ldi lekin. Temir narsani ichida Diskalarni noyimiz keragi yo'q. Diskel aporniylari, bu yerda O'zi supporti. ko'rib turibsiz, sifatlari ham aka. yetishmagan. Bu kallamdan katta turadi, bu tomis qiymalari. Nimaga unchalik katta desangiz aka? Kallamdan katta. Tezligi baland aka. Tezligi bor. O'shanga yarasha tormoz ham O'shanga bo'lishi yarasha kerak. tomis bo'lishi kerak aka. Zo'r. Tushunarli bo'ldi. Yana bu tomonda har xillaridan bor. Mana mashinadan men o'zimga dadamga olib berdim. Bu rangidan emas, boshqacha rangidan otaxonga olib berdim. Diskalari shunaqa edi. Tablolari ham shunaqangi chiroyli edi. Tablosi ham chiroyli o'chib yonadi. Hech kalt qani? Kalti yo'q ekan. Bu olib ketibdi aka. Ha, topdim. Buni necha pul qilib beryapsiz hozirda? Buni aka $550. 550 dollar. Ha, nimaga bu qimmat, kichkina-yu degan savollar uchun bu skuterimizda o'sha apornilar kattasidan qo'yilgan, sakadiska redline, oldida ikkita lupali projektor, oyoq qo'ydigan duga, eng qizig'i 6 ta akkumulyatorli. 6 akima. 6 ta akkumulyatorli. Necha kilometr yuradi endi bunda olsa? Yurish masofasi o'zidan qilsa surishyapti. Hech 60 kilometr atrof, 60-55 atrofida. 40 dan 60 kilometrgacha yo'l yuradi. Dadam endi ko'proq dannik yurganlar uchun. Ha, o'shaning uchun dannikka ko'proq yuraveradi. Dannik ko'p temir skoristlari bor. Birinchi skorga bosdi, yana ochiladi. Har 4 kunda zaryad qilyaptilar. Zo'r, to'g'ri. Har 4 kunda. Bizda o'zi aytilgan kilometr dannikka bosilayotganda aytiladi. Ya'ni bo'lib 60 yurgan masalan, vashti degani aka. Zo'r, lekin haqiqatda действительно 60 kilometr yuryaptilar. Chunki mana bu dugalariga ham chiqadi. Mana plastiklarni himoya qiladigan dugalari ham bor edi. Orqaga yana bitta odam sig'adi. Temurni tiyag'ichi ham ikkita, mana bittasi hali bitta joyga vaqtinchalik to'xtashingiz uchun bitta, keyin bir yo'la to'xtashingiz uchun bitta. Mana shunaqasi. Zo'r. 550 dollar. Mana har xillaridan bor. Endi hali gibrid velosipedlardanchi gibrid. Mana elektr velosipedlardan. Bumi? Aha. Bu necha kilometr yuradi? $280 dan ketaveradi velosipedlarimiz. 20 dan 40 kilometrgacha yuradi shu. 20 dan 40 kilometrgacha zaryadi bilan yuradi. Pedal qilib tepib ketsa ham bo'ladi. Bo'ladi, bo'ladi. Pedal qilib tepib ketsa ham bo'ladi. Jicha og'irroq. Ha, jicha sal og'irroq. Jicha og'ir. Keyin mana velosipedlarga geliv akkumulyatorlari yurish kilometrlari o'ta yaxshi hamda tezliklariga prava shart emas. Albatta, motor quvvati 240 vattlik. Yurish masofasi 40 dan 60 kilometrgacha. Telefonga zabiran postavka, shirokki alyumin balon, oyoq qo'ygan duga, full pakaleniya. Narxi akkumulyatorlar amperiga qarab
$330, $350, $370. Amperiga qarab turadi. Ha. Zo'r. Qadrdonlar, menimcha qisqa lo'nda konkretniy ma'lumotlarni berib o'tdik. Qimmat bo'lsa, qimmatni kommentariyada yozinglar. Agarda kimda misol uchun qimmatsiragan bo'lsa, telefon qilib Bizda xoram yozsa ham narsa bo'ladi. yo'q. Ha, nasiyaga berilmaydi. Xoram narsa yo'q bizda. Ha, kreditga berilmaydi. Kerilmaydi. Faqat Faqat naqdga beriladi. Juda ham yaxshi. Aytib o'tganimiz yaxshi bo'ldi. Qadrdonlar, bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Xudo xolasa, telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. Hammalaringga rahmat. Abdusamad, sizga ham rahmat. sog' bo'ling. Salomat bo'ling.